hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan ko'rishgandiz. Nechta bolang bor sani hozir? 10 ta bor. Shogirdim kelganimda yomg'irda oyoq kiyim yirtib ketgan, shuni qo'l oyoq kiyim bilan kirib kelib juda ta'sirlandim. O'shani qanday shu yordam bera olsam, hozir shansim yo'q deb shu miyamga qolib ketganimda shu dardimni aytaman yozim deb aytdim, yo'q, naborot bu fikrim mani ularga naborot yoqdi. Shu birdan tushundilar-da. Shogirdlar endi sonini aytdilar. Hech ta'rifda bo'lmagan narsa aka, bunaqa narsa u kursdagilar, o'sha universitetdagilar ham institutdagilar aytishdi. Bunaqa narsa ta'rifda bo'lmagan hech qachon. Tomirda jasorat o'qqan Amir Temur farzandiman, dushmanga dadil boqqan Jaloliddin farzandiman, pahlavonlar yetishtirgan Bahodirlar sulolasi, kurash